Hammaga salom do'stlar, bu sizlar bilan Ali Uzbek. Xo'sh, bugungi mavzuyimizda CapCut'da nechta uровень borligini gaplashamiz. Kelda CapCut'da uровень nimaligini tushuntirib bersam. Siz CapCut creator bo'lganingizdan keyin siz 8 ta uровеньni bosib o'tasiz. Har bitta uровеньga o'tayotganda pointlar to'plab borishingiz kerak. Birinchi uровеньda sizda 10 ta point bo'lsa, siz bronze creator bo'lasiz. Ya'ni bunda hozir hech narsa ochilmaydi. Keyingisi silver, ya'ni birinchi uровень. Bunda CapCut template yaratsangiz, shablon yasab CapCut'ga qo'ysangiz, boost sizga sal yaratib beradi CapCut. Ya'ni videoyi sal rekka chiqishga yordam beradi. Va CapCut silver bo'lgandan keyin 80 ta points bo'lsa, level 2 ga o'tasiz. Level 2 da Jade creator bo'lasiz. Ya'ni shu o'yindan boshlab siz pul mukofotlar qabul qilishni boshlaysiz. Ya'ni sizga CapCut pul to'lashni boshlaydi. Siz 200 point to'plagandan keyin level oshasiz va Ruby creator bo'lasiz. Bunda siz CapCut'dan SMS qabul qilishni boshlaysiz. Ya'ni mana bu narsa trend bo'lyapti, shunaqa narsalar. Ya'ni sizga sal narsa trend bo'lgan narsalar ertaroq kelishi mumkin. Siz 500 ta point to'plasangiz, ya'ni bitta o'rin oshasiz va siz bunda gold creator bo'lasiz. Gold creator bo'lgandan keyin sizni akkauntingiz oldiga yulduzcha paydo bo'ladi, rangsiz yulduzcha. Ya'ni bu degani, ya'ni galchka. Faqat prosta CapCut'da. Siz 1000 ta points to'plasangiz, platinum creator bo'lasiz. Bunda community support, cash reward va top creator profile. Bu levelda siz cash boost olasiz va videolaringiz rekka yanada tezroq chiqishni boshlaydi. Keyingisi bu diamond creator. Buning uchun sizga 1000 ta point kerak bo'ladi. 1000 ta pointdan keyin siz diamond creator bo'la olasiz. Top creator profile 5. 5-o'rinda olasiz. Community support bunda 3-o'ringa chiqar ekan, ya'ni bu degani CapCut yana boyaga aytganimdek, mana qanaqa trend bo'lyapti deb sizga SMS jo'natib boshlaydi. Mana trend bo'lyapti, sen ham foydalan deydi. Bu o'zingizdan bo'ladi. Va eventlarda siz qatnashishni boshlaydi. Ya'ni mana event bo'lyapti, qatnashsam deb yutsang akkaunting boost bo'ladi yoki pul yuta olasan $100, $50 deb shunaqa chiqaradi ko'proq sizga. Xo'p, keyingi o'rin bu master creator. Buning uchun sizga 10,000 ta point kerak bo'ladi. Hozir men adashmasam 5 ta point yetmayapti. Men shu 5 ta pointdan keyin master creator bo'laman. Bunda CapCut merge ochiladi. Ya'ni CapCut главный ofisidan sizga merge kelishi mumkin. Ya'ni YouTubedan ko'rgan bo'lsanglar, qanaqadir pasportingiz bo'lsa, sizga narsa keladi-yu. Ya'ni mana sen anaqa ham bo'ldi deb. Shunaqa narsada xullas esimga kelmayapti. Uzr, lekin esimga kelmadi nomi. Knopka keladi. Ya'ni YouTube'da knopka kelsa, bu yerda sizga merge keladi CapCut o'zidan. Bu o'rinda yana bitta narsa esimdan chiqib qolibdi. Siz level 5 da olgan yulduzchangiz, ya'ni ismingiz oldi, CapCut'ga qo'ygan ismingiz oldiga olgan yulduzchangiz bunda ichi bo'yaladi va bu galchkaning ikkinchi turi. Ya'ni siz CapCut tan olyapti. Shuni anglatadi. Keyingisi, eng oxirgisi Grand Master. Bunda collaboration olasiz, ya'ni boshqa brendlar bilan, ya'ni siz uje bu CapCut bo'yicha siz umuman tan olib bo'lindingiz, siz alohida brendsiz. Siz videolaringiz alohida bu trendlar. Va siz uje alohida bir qanaqadir yakka brend hisoblanasiz. Ya'ni siz bemalol boshqa brendlar bilan collaboration qilib video olib anaqasiz bo'ladi. Ya'ni video boostingiz o'zi katta bo'ladi. O'zi deyman, o'ta katta bo'ladi. Xo'p, CapCut o'rinlari shu yergacha. Lekin bu o'ringa kelish hammaga ham emas, chunki buning uchun 20,000 ta points kerak. Uzr, men o'zbek tilim hozircha sal tilim jingalak bo'lib qoladi. Boshlayapman. Bu o'ringa kelmoqchi bo'lsangiz, sizga 20,000 ta point kerak. Ya'ni boyagiga 10,000 ta kerak edi, bunda 20,000 ta points bo'lgandan keyin siz buni ola olasiz. Ya'ni общий 30,000 ta point bo'ladi. Ya'ni 10,000 ta point o'zida bo'lgan, yana 20,000 ta bo'lsa, 30,000 ta point bo'lganingizdan keyin siz shuni ola olasiz. Xo'p, uzr, men o'zbek tilida kamroq gapiraman, shuning uchun men ba'zida tilim jingalak bo'lib qolishi mumkin, ayrim so'zlar ishlatayotganimda. Men tushunganingizga rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr. O'zbek tilida ko'proq gapirishga harakat qilyapman hozir, lekin boriga sabr. Shunaqa gaplar. Bye bye. See you next time.